Assalomu alaykum kanalimiz muxlislari. O'sha mashhur kamdendamiz hozir. Mana ko'rinishda mol, qo'y o'g'illarimiz sotuvda bor. Assalomu alaykum Baxtiyor aka, yaxshimisiz? Charchamayapsizlarmi? Bilyapsizlarmi? Xudo xolasa bu o'g'illarimiz haqida ma'lumot berib yuborasizda, bo'yin uzunligi necha bo'ladi bularni? Bu o'g'illarimiz molohir, uzunligi 260, eni Aha. 60, eni. Aha. Chuqurligi 40. Endi 60, chuqurligi 40, uzunligi 260 bo'ladi. Bir donasini necha bo'lib beryapmiz? Yarim tayyor shu holatdagisini 250 ming so'mdan beryapti. Optimdan. Optim narxda 350 ming so'mdan berilyapti. Xudo xolasa vodiydan so'raydigan bo'lsa, dastlabkasini kelishiga holda. Kelishiga holatda qilib beradi. Aha. Ama esa qo'y o'g'illarimiz bor ekan. Xudo xolasa. Bular buzoq so'raganlarga kattaroq varianti. Aha. Eni 47 gacha chiqadi. Aha. Chuqurligi 25 gacha chiqadi, uzunligi 2 metr. 2 metr uzunligi. 250 ming so'm beryapti. Ha, bir donasi 250 ming so'm berilayotgan holatlar zo'r, hech qanday yama, hech qanday chirigan joylar yo'q. Ha, qiziqqanlar bemalol Baxtiyor akamga telefon qilib aloqa chiqarasizlar. Keyin xudo xolasa mana ko'rinishdagi atalar ishlarimiz bor ekan, ha? Qanaqalarimiz bor? Aha, bular razmeri necha bo'ladi? Bular rasmiy to'shnisini hozir metrdan beraveramiz. Metrlari bor, ha, 700 litr mana orqa tarafda olar, katta. Aha, 700 litr. 700 litr, bular 250 litr. Aha. Qo'yingki 150 litrdan 700 litrgacha bor. Aha. Zakaz qilsa, Zakaz bo'yicha tayinlab beraverasizlar, ha? Bu o'g'rimizning narxi necha bo'ldi? xo'sh, 350 litrlar beryapmiz, 1 million 50 ming so'm beryapmiz. 1 million 50 ming so'mdan. Bu lisiyam qalindan ekan, xudo xolasa. Plus minus. Aha. Bunimizchi 700 litrlarda avvalgi videomizda ko'rishgan bo'lsa, 1 million 800 ming qo'ydik, sikka qilamiz, 1 million 650 mingdan berib olamiz. Oh, ana imkoniyat. Xudo xolasa bularning dastlabkasi kelishgan holda, vodiy bo'ylab, endi o Samarqand tomonidan so'rasa ham kelishgan holda chiqaverasizlar. Mayda ham shu qo'y o'g'illarimiz bor ekan, ha? Qo'y o'g'illarimiz bor, mola o'g'illarimiz bor. Bular qalinroq varianti. Ha, bu tomlisdan bo'lgan ekan, sinasi qalin bo'ladi. Bularning narxi necha bo'lgan? Bular narxi bir donasi shu turisi 320 ming so'mdan. 320 ming so'm. Bularmizchi? Bularimizni beryapmiz, 2 metrlisini 170 ming beryapmiz. Aha. Bularda 220 ming so'm beryapmiz, 235 ular uzunligi. Aha. Hay, yaxshi. Xudo xolasa kantar mahsulotlarimiz sizdan sotuvda bor ekan, ha? Sotuvda bor. Kantar mahsulot so'ragan insonlar uchun ham, mana ko'rinishdagi idishlar so'ragan insonlar uchun ham sotuvda bor. Bemalol shu pastda telefon raqam qoldiramiz, telefon qilib aloqa chiqarasizlar. Kanalimizni yo'qotib qo'ymaslik uchun like va podpiska bosib qo'yishni unutmaysizlar. Hammaga rahmat.